Assalomu alaykum. Aziz hamyurtlar, hammangizni kirib kelayotgan ertangi Ramazon hayit bayrami bilan tabriklaymiz. Shu tabrik ma'nosida sizlarga bugun yana bitta osh qilib ko'rsatmoqchimiz. Bugun Arafa oshi bo'ladi bu. Ya'ni boshladik bo'lmasa qozonni tozalab yuvib olamiz. Временni o'choqchalarda osh qilamiz endi bugun. Qozonimizga yog' quyib olamiz. Ana shu cho'mishda bugun oshimiz ko'proq qilamiz. 3 cho'mish qo'yamiz. Oddiy paxta yog'i, lakovый masla. Endi buni dog'lab olamiz. Go'shtimizni sovolyapmiz. Yog'imiz bor bo'ldi. Piyoz sovolamiz. Qovurib olamiz. Piyoz bilan go'shtni yaxshilab qovurib olib, endi sabzi solamiz. Tuz solib qo'yamiz. Zirvagimizga. Go'sht, piyoz, sabzimizni yaxshilab qovurib oldik. Endi mana zirvagimiz tayyor bo'ldi. Suvini qo'yamiz. Tuzini ham so'raganmiz. Endi zirvagimiz qaynab turadi. Biz orada guruchni ivitib yuvib olamiz. Guruchni yuvib tayyor. Endi guruchimizni sovoryapmiz. Qaynab turgan zirvaga. Oshimiz hamma joyi birday qaynab chiqdi. Mana guruchimiz suvini tortib yetildi. Oshimizni endi dam tovoq bilan yopib damlab qo'yamiz. Oshni damlab qo'ydik mana. Damini olib 20 minut turadi. Endi oshimiz tayyor bo'ldi. Mana oshimizni buzyapmiz. Biz o'zbek xalqi oshni yaxshi ko'ramiz. O'ldirsa osh o'ldirsin deb har kuni bo'lsa ham osh yuramiz. Osh ko'tarma bosh deb. Mana azizlarim, osh qilishimiz jarayonimiz ham nihoyasiga yetdi. Mana oshimiz tayyor. Hayit Ramazon Arafa kunlarida hammamizga sog'lik, salomatlik tilayman. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Hammaga yoqimli ishtaha. Shuning bilan bugungi video roligimiz nihoyasiga yetdi. Sog' salomat, yaxshi kunlarda video roliklar orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.